Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz musofirda yurgan birodarlar, sizlar mening diyorim kanalini kuzatib bormoqdasiz. Sizlar bilan men Muhriddin Muhammadjon o'g'li. Azizlar, bugun e'tiborlaringizga Moskvadan O'zbekistonga bo'ladigan aviabilet narxlarini e'tiborlaringizga havola etaman. Kimda kim bizdan sotib olmoqchi bo'lsa, mana shu ekranda ko'rib turgan WhatsApp nomerlariga bemalol murojaat qilsa ham bo'ladi. WhatsApp, Telegram, Imo hammasi bor. Bemalol murojaat qilsa ham bo'ladi, xudo xolasa. Xo'p, bundan tashqari kim granitsa qilib kelmoqchi bo'lsa, granitsa qilib kelgani ham arzon aviabiletlarimiz bor, taksi xizmatlari ichida bo'ladi, xudo xolasa. Qani bo'lsa aviabilet narxlarini e'tiborlaringizga havola etaman. Moskvadan Toshkentga azizlar 10-yanvardan 31-yanvargacha 12500 rubldan 23 kilo bagaj, 8 kilo ruchnoy eng arzonlarini tanishtirishga harakat qilaman. Xo'p, Moskvadan Samarqandga azizlar 12-yanvardan 31-yanvarga qadar 12000 rubldan eng qimmati 13500 rublgacha bor. 23 kilo bagajlilari bor, 32 kilo bagajlilari bor. Xo'p, Moskvadan Qarshiga 14-yanvardan 31-yanvarga qadar 13500 rubldan 23 kilo bagaj, 8 kilo ruchnoylar bilan bor. 10 kilo ruchnoylari bor, u boshqa kompaniya. Xo'p, Moskvadan Buxoro va Navoiyga azizlar narxi bir xil. 12-yanvardan 30-yanvarga qadar 12500 rubldan 23 kilo bagaj, 8 kilo ruchnoy bilan. Xo'p, Moskvadan Urganch va Nukusga ham ularning narxlari bir xil. 12-yanvardan 31-yanvarga qadar 12500 rubldan 11000 rublgacha bor. 11000 rublilari Urganchga, Nukusga lekin 12500 rubldan. 23 kilo bagaj, 8 kilo ruchnoy bilan bor. Xo'p, Moskvadan Termizga azizlar, Termiz postoyanno qimmat yuradi, shuning uchun oyda oxiriga arzonroq bilet bor. 19-yanvardan 30-yanvargacha, xo'p, 13500 rubldan 12500 rublgacha bor. 23 kilo bagaj, 8 kilo ruchnoy bilan. Xo'p, Moskvadan Vodiyga, ya'ni Namangan va Farg'onaga azizlar, Andijon sal qimmat, shuning uchun Namangan bilan Farg'onani aytyapman. 13500 rubldan 12500 rublgacha bor. 23 kilo bagaj, 8 kilo ruchnoy bilan 12-yanvardan 31-yanvargacha bo'lyapti. Yana bir bor eslatib o'taman, kimda kim bizdan sotib olmoqchi bo'lsa, mana shu ekranda ko'rib turgan raqamlaringda WhatsApp, Telegram, Imo hamma nimalarimiz bor. Bemalol aloqaga chiqsa ham bo'ladi. Bundan tashqari kimda kim granitsa qilib kelmoqchi bo'lsa, granitsa qilib kelgani ham arzon aviabiletlarimiz bor, taksi xizmatlari ichida bo'ladi. Bemalol kanalimizga podpisatsiya bo'lib, like bosib esdan chiqmasin. Rossiyaning boshqa shaharlaridan ham inshaalloh arzon biletlar qilib beramiz. Rossiyaning boshqa shaharlaridan O'zbekistonga arzon biletlar qilib beramiz. Kimda qanaqa savol bo'lsa, kommentariyada yozinglar, WhatsApp orqali yozinglar, Telegram, Imo orqali yozinglar. Inshaalloh hammaga javob qaytarishga harakat qilamiz. Mana shu yerda ko'rib turgan bizni nomerimiz bo'ladi. Xudo xolasa hammaga javob qaytarishga harakat qilamiz. Kanalimizga podpisatsiya bo'lib, like bosish esdan chiqmasin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.